Assalomu alaykum hammaga. Men Ma'murov Sherzod. Parkent tumani Sherzod avtotest qayta tayyorlov kursining asoschisiman. Bugun sizlar bilan chorrahalar mavzusidagi testlarni ko'rib chiqamiz. Demak, savolga e'tibor qaratamiz. Qaysi transport vositasi o'ngga to'g'ri burilmoqda? Savolni qaytaraman. O'ngga to'g'ri burilmoqda. Birinchi qoida buzganlarni ko'rib chiqamiz. Yashil avtomobil o'ngga chap tasmada joylashganligi uchun o'ngga harakat qila olmaydi. Mototsikl chiziq talabini buzganligi uchun o'ngga harakatlana olmaydi. Sariq avtomobilimiz ham chap tasmada joylashganligi uchun harakatlana olmaydi. Savolga ko'ra o'ngga burila oladigan yagona avtomobil bu oq avtomobil. Chunki belgiga e'tibor beramiz va tasmasiga e'tibor beramiz. Tasmaga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ng tasmada va belgiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ngga ruxsat berilgan. To'g'ri javobimiz oq avtomobil.